Keyfiyatni yaxshilashning 5 xil usuli. Turmush hamisha agir-to'qay, o'ngsizlik to'lgan bo'ladi. Aman ba'zi bir kichik ishlar keyfiyatingizni qalayma-qalashtirib o'tadi. Keyfiyat yaxshi bo'lmaganda atrofingizdagi hamma narsa ko'zingizga sig'maydi. Bearamchilik his qilasiz. Qanday qilganda bu xil nochar keyfiyatni yaxshilag'ili bo'ladi? Tuvanda bir qism oddiy usullarni sizga tavsiya qilaman. Birinchi, do'stlar bilan muңdashish. Balkim sizning mushunga o'xshash kechirmishlaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Do'stlaringizga o'zingizning nas bosgan ishni so'zlab bergandan keyin tuyuqsiz keyfiyatingiz yaxshi bo'lib qoladi. Bo'libmi ularning tushunishi va qo'llashiga erishgandan keyin boshqacha illiqlik va aktiv energiyaga erishsiz. Agar ko'ngilsiz ishlarni uzoq mazgil ichingizda saqlab yursangiz, o'zingizni tugashtirib olasiz. Bundaq chaqda tanha yurish ancha yaxshi tanlash emas. Do'stingiz turmushingizga tus qo'shquchi bo'lib, u xo'shallik ham qayg'ungizga o'xshashla hamroh bo'la oladi. Ikkinchi, san'at. Keyfiyat nachar vaqtda azobli muzikalardan bir ikkini anglab, azobni yengillatgili bo'ladi. Lekin hargiz ko'p anglab ketmang. Lirik, xo'shal naqshlarni ko'proq anglab, keyfiyatni yuqori ko'tarish kerak. Maqol yozalsangiz, ko'nglingizdagi ishlarni bir parcha qog'ozga yozib chiqing. Yezib bo'lgandan keyin keyfiyatingiz haqiqatan yaxshilanib qoladi. Resim chizishni bilsangiz, resim chizish orqali keyfiyatni yuqori ko'targili bo'ladi. Uchinchi, harakat. Necha yildan buyon mutaxassislar kasbiy nerv sistemiga ta'sir ko'rsatgan ximiyalik modda 5-gidroks Trampning keyfiyat tampunsizligini keltirib chiqarganligini isbotlab chiqdi. Sirtqa chiqib baqcha aylanganda, harakat qilganda yoki shuning o'xshash ketadigan ba'zi ahamiyatli faoliyatlarni qilganda hissiyot nervisidagi muhim ximiyalik moddalarning ajralib chiqishini ilgari surgili bo'ladi. Ya'ni 5-gidroks Trampning va endosip keyfiyatni texnik yaxshilash rolini o'ynaydi. Shunga keyfiyatingiz nachar vaqtda uyga bekinib olmay, ko'proq sirtlarni aylaning, ko'proq harakat qiling. 4. Qo'l hunarvanchilik. Yung popayga to'qish, qog'ozdan gul kesish yoki kashta tikishmi sizning turmush besimingizni yo'qota oladi. Qo'l hunarvanchilik ikki qo'l va cho'ng mingni harakatlantirib, qalaymaqan xiyollarni markazlashtirib, diqqatini burashga yordam beradi. Shuning bilan bir vaqtda neyro ilmiy tadqiqotchilarning qarashicha, ikki qo'lda ish qilganda cho'ng mingimizning tirishish, qo'zg'atish, mukofotlash davrligini qo'zg'atib, bizni xo'shallikqa erishtiradi. 5. Tasavvur qilish. Ko'zingizni yumib, rahat qiyofatni tanlang. Ondan o'zingizni asta-asta qo'yib etib, muskullaringizni bo'shating. Kallangizda o'zingiz xo'shal his qilgan, ilgir boshdan kechirgan ko'rinishlar yoki orzuyingiz amalga oshgan ko'rinishlarni tasavvur qiling. Bir mezgil davomlashtirsangiz, ko'nglingiz xili ozod bo'lib qoladi. Shundaqla bu xil tasavvur sizda xo'shal kayfiyat paydo qiladi.